Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari, bizni uzoqdan kuzatayotgan aziz mehmonlar. Barchalarga salom do'stlar, mana bizni kuzatishda davom etinglar. Bitta kanalda yangi bo'lganlar bitta layklarni otib, podeshkada bo'lamiz. Obuna bo'lmaganlar podpisatsiya tugmasini bosib qo'yamiz do'stlar. Azizlar, mana qilib borayotgan ishlarimizdan ozgina videolar qilib tashlashlikka maqsad qildik. Ko'rib turganingizdek do'stlar, hozir mana beshikda kirisha qilyapmiz. Mana ko'rib turganingizdek tomimiz katta uy, ya'ni 15-45 ga 10 tur uy, juda katta tushgan uy. Ko'rib turganingizdek azizlarim, mana bu tomondan oladigan bo'lsak, bugungi ishlarimizda do'stlar mana qor yog'ish boshladi. Mana bu tomonlarni chiqarib qo'ydik, xudo xolasa. Mana bu tomonni oladigan bo'lsak azizlarim, tomonni ham mana ko'rib turganingizdek tomonlarni ham chiqarib qo'ydik. Qor yog'yapti, mana asta qor savalyapti, ko'rib turganingizdek. Atrofimiz mana bunaqa qishloq joy do'stlar. Mana bu yerlarda qo'shnilar yashayapti. Mana pechkalardan ustun chiqib, mana turbalardan ko'rib turganingizdek. Qishloqdan har kuni mashinalar qatnab, ya'ni aholi yashaydigan joy bilan do'stlar, ko'rib turganingizdek. Hamma yashaydi. Maktab yo'q bu yerda. Maktab bu yerdan bir 4 kilometr pastroqda, Tuz degan qishloqda. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek. Bu havo dahshat. Yonimizda tog' o'sha yerda. Mana bu yerdan qanchalik ko'rinyapti sizlar. Hozir tumanligi uchun do'stlar ko'rmay turgan bo'lishi mumkin sizlarga azizlarim. Do'stlar, bitta layklar otib qo'llab turamiz azizlarim. Tap etib bitta layklarni otib azizlar.